kottej sotiladi azizlar. Maslozavod lokatsiyasi mana bu Fayzobod masjidimiz, Beta Chay restorani va yo'l. Bu davom yo'limiz Krasniy Dachaga. Mana bu kottejimiz azizlar 208 sotikdan iborat. Kottejimiz uglovoy. Hozir ichkariga kiramiz. Xo'p, mana shunaqa korobka holatidagi uchastkamiz. Xo'p, bu hol yo zal, kuxnya azizlar, sanuzel разделный. Mana bu yerga lestnitsa joyi va ikkinchi qavatimiz azizlar. Birinchi qavatimizga umumiy 3 ta yashash xonasi bor azizlar. Ikkinchi qavatimizga 5 ta yashash xonasi bor. Umumiy 8 ta yashash xonasidan iborat azizlar. Hovli va darvoza azizlar. Xo'p. Darvoza, podval, plita tashalgan. Aytgancha mana bu joyimiz podval azizlar. Xo'p, mana bu tomonimiz to'liq podval. Bu tomon podval yo'q qilinmagan. Xo'p, mana bu podvalimizga kirish lestasi. Podvalimiz ham baland azizlar. Xo'p, hovlichasi azizlar va mashina kiradigan darvozasi ham mavjud. Azizlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi $150,000 egasi so'rayapti. Lokatsiyasi вообще dahshat, tinch joy. Ana ro'paramizga kottej. Ana kottej, maslozavod kottejlari azizlar, fasadlari ana tayyor. Ana mana fasadlari azizlar, uglovoy turibdi. 208 sotikdan iborat. Mana bu ko'cha masjidga yaqin. Azonni o'zi kelib turadi azizlar. Joyi juda ham zo'r joy, proyekti ham yangi proyekt. To'g'ri egasini raqamlarini qo'yamiz azizlar. Telefon qilinglar, to'g'ri egasiga savdo qilinglar, egasi bilan sihat shu vajay premium mulk.